Bo'ldi endi 6 qator qolganda g'ish tugadi deyapti-da uyda egasi. Aka yig'ishtir ketdik endi narigi ishga. Faqirlarni ham hammasini qayrib yuboribsan. Bir olsa ikkinchi etajga tushadigan uyimiz bugun kunda sotuvda. To'lqa arzon uylarni ilinib kelaman. Mana mashalloh qilib tutkazyapti turib puli tugab qolgan uylarni 6 qator ursa g'ishini qaranglar azizlar. 2 qavatli uyimiz bitdi deb qo'yarasizlar. Tomini yopadi, usta haqi, mustahaqi hamma yo'qda hisoblab qo'yganman. Hech qancha pul ketmaydigan deyapti. Mashalloh qilib monolitlarni qaranglar, zo'r qilib qo'yibdi. Rosa pul ketadigan joyi ketib bo'libdi azizlar. Ko'p kuttirmasdan sizlarni sirazi shap-shap ko'rsatavray. Bu yerda azizlar pastda 2 xona, tevada 2 xona, 4 xona plus koridori bor azizlar. Plus kuxnyasi bor. 3 sotidan ozgina kattaroq deyapti. Lokatsiya juda ham yaxshi joyda azizlar. Ozgina kelib turib u yoq bu yoqni qilib turib yashab qo'ysa bo'laveradigan ketdik xonalarning ichlarini bilan tanishamiz. To'nni moshina qo'ygan ekan, bu yoqqa chakana ham emas, sement ketgan ekan, birinchi qavati polniy pishig'ishda bo'lgan ekan azizlar. Pastda 2 qavat, tevada 2 qavat, yana qaytarib aytibman, ikkovini ham koridori bor. Kirani aka koridorlarni bir berib qo'ying. Azizlarning ko'rsin, mana kelasizlar, bitta oqartirasizlar, tomini yopasizlar. Bu birinchi xonamiz bo'lyapti azizlar. Bu birinchi xonamizdan narigi xonamizga kirib ketsa ham bo'laveradi. Chegaramiz mana shu betonni qirg'og'i bo'lyapti. Aka berib qo'ying. Mashalloh, qaranglar, 2 etaj qilib bitta zo'r qilib trementing qilib qo'ysalar bu uylar zo'r bo'lib qoladi. Bu yoqqa mana shu dakansa ketibdi. O to'g'rigacha uni pastdagi beton ham mana shu akamizga qarashli ekan. Xo'p, azizlar, narxini ko'p kuttirmasdan mana shu quyoshga qarab turib sizlarga aytib o'raymi? 38 ming dollar yana zo'r kami bor deyapti. Dokumentimi sirraz o'tkazib berar ekan, tayyor deyapti azizlar. Biz katta ko'chaga chiqdik. Mashalloh, azizlar, bu yerda masjid juda ham yaqin, masjid. Tomonda bondotlar eshitilib turadi. Mashalloh bo'ldi azizlar. 136 ning konechnisi juda ham 200 metr ekan, juda ham yaqin. Ko'cha tomonimizdan uyimiz aka berib qo'ying. Bir qavatli uyga o'xshab turadi. Pastdan qalayman desiz 2 qavatli uyga o'xshab turadi. Azizlar, 38 ming dollar yana zo'r kami bor deyapti, ozgina emas. Обязательно mana shu uyga qiziqinglar. Inshaalloh qo'shnilari juda ham yaxshi ekan. Uy omad, chekomad qo'shni oldida o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Adreslarini sizlarga to'g'riroq aytib ketay. Qirg'iziston O'sh shahri hamma bilgan Onadir. Onadir azizlar, yangi asfaltimiz bo'lib qoldi. Maza qilib yuribmiz shu asfaltda. Shu asfalt bilan kelaverasizlar. To'g'riga qarab, hozir u katta yo'lga ham chiqib sizlarga qayerda pоворot qilishni ko'rsataman. Shu asfalt bilan kelib turib o'ngga burilasizlar. O'rozbekova ko'chamiz bo'lyapti. Ko'chamizning nomi, uyimizning raqamlari 5 bo'lyapti azizlar. Uyimiz juda ham tagidan boshlanib mustahkam bo'lib kelyapti ekan. 38 ming dollarga bunaqa lokatsiyadan bunaqa pulga hadim ham uchira olmaydi. Jinday pulga zudlik bilan sotishim kerak, pulga zarar qilyapman dedi. Lokatsiya juda ham yaxshi. Masjid bor. Masjidda oldida 136 marshrutkamizni konechkasi bor azizlar. Onu masjid qaranglar. Mahalla qalin azizlar bu yerda. Do'stlar, bu yerda magazinlardan umuman zarar qilmaysizlar. Mana shu O'rozbekov ko'chamiz magazinlari o'zi bir 5-6 ta magazin ko'rdim. Bu yoqqa kelyapti. Juda ham gavjum, qo'shlari zo'r. Самый главный azizlar, gaz kelgan ekan, suv bor ekan, svet bor ekan. Kelasizlar, chiroyli qilib qurilishni продолжение qilasizlar, davom etkazasizlar. Ya'ni tomini yopib, bitta suvoq qilib turib, bitta o'liklarni chiqib borasizlar hoji aka, yengilgina. Kanal bo'yida asfalt hammalar bilasizlar, O'nadirdagi. Shu asfalt bilan to'g'ri kelaverasizlar, g'irsavodga qarab ketaverasizlar, unga yetmasdan, 1-2 ta ko'cha yetmasdan, sirazi o'ngga burilasizlar azizlar. Mana bu ko'chamiz, O'rozbekova ko'chamiz, uyimizning raqamlari 5-uy azizlar. O'rozbekova ko'chani berib qo'ying aka yana. Arentirlarimiz azizlar, mana 38 ming dollar yana zo'r kami bor deyapti. Srochni murojaat uchun raqamlarni yozinglar azizlar. 553 bilan 54 64 74. Qaytaraman, 553 bilan 54 64 74